Va alaykum assalom do'stim. Vaqt tezlashmayapti do'stim. Prosta odamlarni kredit to'laydigan chislosi tez kelib qolyapti. Hazil qilib aytyapman, vaqt tezlashgani yo'q do'stlar. Bu noto'g'ri tushunish. Bizni o'sha vaqtda qabul qilishimiz noto'g'ri do'stlar. Hamma narsa nisbiy. Masalan, green kartasini yutug'ini chiqishni kutayotganlar 6 oydan beri kun sanab yuribdi. Muncha kundan keyin 3-may kelsa yutuqlarimizni tekshiramiz. Bularga sekin o'tyapti vaqt. Kimgadir tez o'tib ketadi. Bu nisbiy narsa do'stim. Mana shu Yupiterda yo'ldoshlarini kuzatib maza qilaman, to'g'risi. Shunaqangi tez harakat qilishadi. Hozir birar soatdan keyin mana shu yo'ldoshi bizga ko'rim, endi ungacha botib ham ketadi-yu. Mana shu Yupiterga yaqin turgan yo'ldoshi Kallisto, eng uzoqda aylanadigan yo'ldoshi. Hozir Yupiterda yuzasidan kesib o'tishni boshlaydi. Yuzasidan kesib o'tadi, soya tashab o'tadi yuzasiga. Ko'rish mumkin shuni. Oyni ko'ramiz do'stim. Mana Yupiterda ko'raman deganlar bor edi. Oy hali 1-2 soat bo'ladi. Yupiter hozir botib ketadi-da, shuning uchun shuni ko'rib olaylik deyapman. Kimning imkoniyati bo'lsa, TikTok profilimga qo'shilib olinglar do'stlar. TikTokda kamerasi yaxshi. Yupiterda yo'l atmosferasini, yonidagi yo'ldoshlarini ham kesib o'tayotgandek soyasini yaxshiroq ko'rish mumkin. Kimning imkoni bo'lsa, TikToki bo'lsa, TikTokda ham xuddi shunaqa Orif astronomiy deb nomlanadi profilim. Faqat 2 raqami bor. Mana shu 4 ta yo'ldoshi Galiley yo'ldoshlari deb ataladi. Bundan 400 yil oldin 1610-yilda o'sha Galilei degan odam, italiyalik, birinchi marta teleskopni o'zi yasab osmonga qaratganda shu 4 ta Yupiterda yo'ldoshini kashf qilgan. Shuning uchun mana shu to'ralasi bir qilib Galiley yo'ldoshlari deb ataladi. Yupiterga eng yaqin turgani Kallisto, mana o'ngroqda turgani Yevropa yo'ldoshi, o'sha usti muz bilan qoplangan 10 kilometr, 20 kilometr muzni ostida okean borligi hozir isbotlanayotgan yo'ldoshi. Bu pastda turgani. Tepasidagi Io, keyin o tepadagi Ganymed. Shuni binoklda ham ko'rish mumkin do'stlar. Binoklda ham yaxshi ko'rinadi yo'ldoshlari. Yaqinlashtirib bo'ladi do'stim. Bu Instagramda kamerasi
imkon bermayapti hozircha menga. Ana ko'rdilarmi? Sputnik uchib o'tib ketdi. Kim ko'rdi? Supatib kichkina Sputnik uchib o'tib ketdi ko'rish maydonidan, chaproqdan. Marsni kichkina nuqta sifatida ko'rish mumkin xolos do'stlar. Hozir juda ham uzoqda, 100 million kilometr masofada. Uni hozir ko'ra olmaymiz. Nimaga primoy qilmay qo'ydim? Ishdan, tirikchilikdan ortmay qoldim do'stlar. Ish ko'p bo'lib ketdi, vaqt orttira olmay qoldim. Videolarda ham chala qilingan videolar bor, shularni montaj qilgani ham vaqti yo'q. Yaqinda nasib qilsa hammasini qilib joylab yuboraman. O'zim ham tezroq joylagim kelyapti. Rosa o'zimga yoqadigan mavzularda bo'lyapti videolar. Hozir eng yaqin sayyorani hozir esimda yo'q do'stim. Yo Venera, yo Merkuriy. O'sha ikkovidan bittasi bizga yaqin. Yaqinroq. Anig'i hozir esimda yo'q do'stim. Balki Mars yaqindir. Kunda o'zgarib turadigan narsani men anchadan beri qaraganim yo'q edi, точноsi esimda yo'q. Yerda Quyosh tomonda ichki sayyoralar bu Merkuriy bilan Venera bizga yaqin kelib turadi, lekin gohida tashqaridagi Mars bizga yaqin kelib turadi-da. Lekin undan uzoqdagi Saturn, Yupiterlar hech qachon bulardan ko'ra yaqinroq bo'lmaydi. Va alaykum assalom. Quyoshni yaqindan kunduz kuni ko'ramiz do'stim. Hozir quyosh botib ketdi, hozir ko'rinmaydi bizga quyosh. Ha, teleskopda ko'ryapmiz do'stim. Oyni kuzatyapmiz, oy.
Ha, shunaqa. Mars 100 million kilometr atrofida uzoqligi. Farg'oniy kraterini ertaga ko'rish mumkin do'stlar. Bugun hali ochilgan yo'q-da, mana bu yerda joylashgan. Mana shu qora bo'lib turgan, qora soya bo'lib turgan joyida. Mana shu chegara turibdi-yu, yorug' bilan soya. Mana shuni 1 santimetr pastrog'ida hozir 1 santimetr pastrog'ida shu Al-Farg'oniy krateri bor. Ertaga ko'rinadi. Ertaga nasib qilsa ko'ramiz balkim do'stim. Hozir ko'rinmaydi. Hozir qorong'uda turibdi. Mana shu yerda qaranglarda, shunaqangi obyekt bor. Xuddi bu tosh siljayotganga o'xshaydi. Xuddi bir ikkita ballonda iz qoldirib ketganga o'xshaydi. Mana shu Qora dengizdan kesib o'tyapti. Mana ekranda o'rtasidan jicha chaprog'ida o'tyapti. Qarasalang krater, ikkita chizig'i bor. Xuddiki bir mashinada bir iz qoldirib borib qolganga o'xshaydi. Shunaqa obyekt bor. Yo'q, o'zim yasagan teleskopda albatta xuddi shunday ko'rsatmaydi do'stim. Bunday ko'rish uchun kattaroq teleskop sotib olish kerak. U men sizlarga ko'rsatgan teleskop o'sha videoning o'zida ham aytilgan, zavq olish uchun yasaladi. Mana bu eng katta kraterlarini ko'rish mumkin. Umuman o'zi oyni yuzasi tekizmasligini, shu kraterlar haqiqiyligini o'zimiz yasagan teleskopda ko'rib quvonch olish uchun xolos. Bir narsani aytib o'tmoqchiman. Teleskopni o'zim yasab olsam arzon tushadi degan fikr, agar mabodo men o'zimda ham mana shunaqa fikrlar bo'lib turadi-da. O'zim teleskopni yasab olsam arzon chiqadi, arzon tushadi degan fikr, ana shu yo'l noto'g'ri yo'l do'stlar. Arzon tushmaydi. Arzon tushishi mumkin, lekin vaqtga cho'ziladi yoki sifatga ta'siri bo'ladi. Teleskopni sotilayotgan magazindan sotib olingan teleskopdan ko'ra ancha yaxshiroq yasash mumkin do'stlar. Uy sharoitida yasash mumkin albatta. Lekin bunga ancha bilim, ancha tajriba, vaqt kerak bo'ladi. Orada bir nechta teleskoplar qoniqarli bo'lmagan holda yasaladi. Bu narsa nima bilan, opit bilan keladi. O'zbek tilida qanday deyiladi? Tajriba oshgan sari qilish mumkin, lekin birinchi teleskop ham zo'r chiqishi qiyin do'stlar. Undan ko'ra sotib olgan ancha yaxshiroq, qulayroq. Lekin agar yo'q, menga sotib olingan kerak emas, men o'zim yasayman, o'zim yasab o'sha o'zim yasayotgan jarayondan ham zavq olaman, maza qilaman deb hisoblagan odamgina teleskopni o'zi yasash kerak.
Nega oyning narigi tomonini qora olib bo'lmaydi? Turkmanistonlarga salom. Nimaga orqa tomoni qora? Bir tomoni quyosh nuri tushmayapti-da, shuning uchun ko'rinmayapti. Hozir ko'rinmayotgan bo'lsa, ertaga ko'rinadi do'stlar. Oyda mana shu bizga qarab turgan to'liq yuzasini ko'rish mumkin. Oy to'lganda hamma yo'g'i ko'rinadi. Biz mana shu oyni narigi tomonini ko'ra olmaymiz xolos. Teleskop qayerdan sotib olsa bo'ladi? Menga soобщение yozsangiz do'stim, o'zimda bo'lsa o'zimdagini taklif qilaman, tanishlarimda bo'lsa tanishlarimni yoki biron joydan o'zingiz sotib olayotgan bo'lsangiz ham rasmini, xarakteristikasini soобщениеda aytsangiz, men fikrimni aytaman sizga do'stim. Men ko'rmagan, ushamagan narsamga 100% albatta kafolat bera olmayman, lekin shunaqa teleskoplar borki, u ko'rishim bilan u aniq bo'lmaydigan narsada. Agar shunaqangi teleskopni reklamasiga, yozuvlariga ishonib olmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, yo'q, buni olmang do'stim, bu umuman bo'lmaydi deb sizni shundan to'xtatib qolishga harakat qilaman do'stim. Yo'q, teleskopdan foydalansa hech qanaqangi zreniyaga ta'siri yo'q. Faqat quyoshga qaramaslik kerak xolos do'stim. O'rtacha teleskop yo'q. O'rtacha teleskop bu juda keng tushuncha do'stim. Eng kichigini aytay, $150 boshlanadi. Eng kichik biror narsa ko'rish mumkin bo'lgan teleskop eng arzon narxi $150 taxminan plus minus shunaqa boshlanadi. $30 ga, $50 ga teleskop bermaydi do'stim. Eski bo'lsa ham baribir bermaydi. O'zim yasagan teleskop bilan oyda xo'p, hozir meni imkoniyatim yo'q do'stim. Birar kun o'shunga ham kamera o'rnatib qo'yib ko'rsataman. Hozirgi paytda imkonim yo'q edi do'stim. Xo'p bo'ladi. Orif aka, nimaga oyni narigi tomonini ko'rinmaydi? Do'stim, oy yerda atrofini 27 kunda aylanib chiqqungacha, xuddi o'shuncha soat, minut, sekundigacha xuddi o'shuncha vaqtda o'zini o'qini atrofida ham aylanyapti-da. O'shuning uchun doim bizga qarab aylanyapti. Bu narsalar to'g'risida profilimda 3 tami, keyin balkim 4 ta video bor. Shularni bitta-bitta ko'rsangiz, bittasida yaxshiroq tushunib olasiz do'stim. Приливной захват deydi, sinxronniy вращение deb ham ataladi. Bunaqangi yo'ldoshlar, bunaqangi sayyoralar, koinotda sayyoralar ham borki, doim o'ziga tomonini qaratib aylanadi. Agar bizni sayyoramiz ham shunaqa bo'lganda, aytaylik, O'zbekiston har doim quyoshga qarab turardi. Osmonda quyosh har doim, quyosh chiqmasida ham, botmasida ham har doim bitta nuqtada turardi. Aytaylik, Amerikada hech qachon quyosh chiqmasdi, doim tun bo'lardi. Shuning uchun u yerda juda ham sovuq, bizda doim ortiqcha issiq bo'ladi. Shunaqangi sayyoralar ham bor, yo'ldoshlar. Hozir ko'rdik Yupiterni yo'ldoshini. O'sha Io yo'ldoshi bor, Yupiter tepasida turgani. O'sha Io yo'ldoshi ham doim Yupiterga bitta tomonni qaratib aylanadi. Bunaqangi sayyora yo'ldoshlar ko'p. Buni sababi bor-da. Sababi bor, o'sha fizik buni tushuntirib beradigan fiziki nimasi bor, sababi bor. Tushuntirib berish mumkin nimaga buni bo'layotganini. Приливной захват deyiladi.
endi go'da sinxronniy вращение deyiladi. Menga ko'proq приливной захват ko'proq yoqadi tushunchasi. Sayyoralarda yaxshi ko'rinadigan, zavq bilan ko'rinadiganlar shu Mars, Saturn, Yupiter, Venera do'stim. Venera bilan Saturn hozir Quyoshning narigi tomonida. Biz uni kechqurun ko'ramiz, sahar ko'rishimiz mumkin, lekin Quyoshdan uzoqda basta ular hozir. Shuning uchun ko'rish ham juda qiyinroq. Sahar Quyosh chiqishidan oldin. Mars juda uzoqda. Marsni ko'rish ham qiyin. Hozir Marsga qarataman do'stlar. O'zi osmonga qarasalaring zo'r bo'lib chizilib qolibdi. Osmonda oyda ikkala tomonda bittadan yulduzcha turibdi. Ashuni chap tomondagisi Mars. Hozir Marsga qarataman. Ana shu Mars do'stlar. Hozircha shunchalik ko'rish mumkin xolos. Bizdan juda ham masofasi uzoqda. Rangi qizg'ish, ko'zimiz bilan ko'rsak ham bundan katta farq qilmaydi hozircha. Shu Mars sayyorasi. Osmonga chiqib qarasalaring, oyda chap tomonida turgan yulduzcha o'sha Mars. Qizg'ish. Qo'limizni cho'zsak, 3 ta panja enida chaprog'ida turibdi. Oyga yaqin turibdi xullas. Chap tomonida. O'sha qizg'ish sayyora Mars.